Bilaman, sizlar oyim bilan ko'rishmoqsizlar. Ertaga sizlarni mendan olib qo'yishsa, aytib qo'yay. Oyingni qamatib yuboraman. Malikani oying urganmidi? Ko'ryapsanmi? Qara. Mana shu video bilan oyingni qamatib yuboraman. Menga qara. Hammasini ularga aytib ber. Men seni urmaganligimni. Eshityapsanmi? Men qara, oyingni qamalishini xohlamaysan, to'g'rimi? To'g'ri. Men ham xohlamayman. Agar oying yana qamalib ketib qolsa, aytib qo'yay. Senlarni bolalar uyga topshirib yuborishadi. Keyin seningni hech qachon yer olmaydi. Tamg'a bo'ladi. Bolalar uyda katta bo'lgan qizni hech kim kelib qilmaydi. Xo'sh, nima deysan? Yaxshilab o'ylab ko'r. Men taklifimni berdim.